Oilada janjal bo'lishligi odatiy holmi? Normal. Oilada janjal bo'lishi normal. Ikki taraf baxtli bo'laman deb oila qurgan bo'lsa-ku, ularning janjallashishi qanday normal bo'lishligi mumkin? Oilada janjal bo'lishi normal, buni sabablarini aytaman. Lekin u janjalni hal qila olmaslik bu muammo. Kechirasiz, janjal degan bir-biriga qattiq gapirishlar, so'kinib yoki haqorat qilishlar aytyapsizmi yoki bir-birini tushunmay qolishni nazarda tutyapsizmi? Aslida endi mojaro degan bo'lardim men. Xo'p, Kelishmay qolish, aytishish ba'zi o'rinlarda, ikkalasini gap bir joyga kelmasligi, ba'zi ovozlar ko'tarilishi, shularni nazarda aytdim. Urishish emas, yoki haqorat qilish emas. haqorat emas. Hatto ba'zida u ham bo'lishi mumkin. Buni endi normal hisoblamaymiz, oilada bo'lishi mumkin. Lekin normal degan narsa inson o'sha fikriy nizolarga borishi, buni natijasida aytishi, ovozlar ko'tarilishi, hatto ba'zi o'rinda xafagarchiliklar bo'lishi, ba'zi narsalar juda qattiq ta'sir qiladi. Va bu tashqi omillar ta'sirida ham bo'lishi mumkin. Ishxonada. Mana shular natijasida xullas ba'zi paytlarda fikr-fikr to'g'ri kelmaydi. Fikr ko'tara olmaysiz. Bir kichkinagina fikrni ham, gapni ham ko'tara olmaysiz. Shular sababidan mojarolar bo'lishi mumkin. Va bu mojarolar bo'lishi aslida normal, lekin bu mojaroni hal qila olmaslik va buni surunkali bo'lishi, pashshadan fil yasash. Mana bular muammo. 100% qo'shaman. Ikkovlar to'g'ri aytyaptilar.